Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men Mingbuloq tuman axborot kutubxona markazi mutaxassisi Erman Yoqubxonman. Bugun O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyevaning xotirasiga bag'ishlab taniqli ayollar jamiyat tayanch challenge'ida ishtirok etmoqdaman. Men ushbu challenge'ni axborot kutubxona markazi faol kitobxonlariga topshiraman. Halima Xudoyberdiyevaning Ona qizlari haqida she'ridan o'qib bermoqchiman. Ona qizlari, ona allasiday shirin lazzatli kuy bo'lmasa kerak. San'at bobida ona orzusiday teran qanotli so'z yo'qdir shoirning she'r bisolida. Ona ko'zlariday ruh ishonch qaynoq, mehr to'la ko'zlar uchramas sira. Ularni sevamiz. Sevgimiz qaynoq, ohu ko'zlar hech ham solmasin va Halima Xudoyberdiyeva o'zbek she'riyatining yuksak namoyandalaridan biri bo'lib, o'z ijodida vatanga muhabbat, ayolning matonati, onalik mehri va yuksak ma'naviyatini badiiy mahorat bilan tarannum etgan. Shoiraning asarlari bugungi kunda ham ma'naviyatimizni boyitishda muhim o'rin tutadi. bugungi kunda yurtimiz taraqqiyotida ilmli, ma'rifatli va fidoyi ayollarning hissasiga kirishdi. Ayol oilaning mehri, farzand tarbiyachisi, jamiyatning ustuni va kelajak hayvoni. Halima Xudoyberdiyeva ijodi bilan vatanga sadoqat, ezgulik va ma'rifat sari chorlaydi. Keling, aziz kitobxonlar, buyuk shoiramiz xotirasini birgalikda izlashaylik va kitobxonlik madaniyatini rivojlantiraylik.